Xalqaro talabalar uchun o'qishdan keyin ishlash vizasini beruvchi 10 ta davlat haqida bilasizmi? Xalqaro talabalar uchun o'qishdan keyin ishlash vizasi bu yangi ko'nikmalarga ega bo'lish va dunyoni yangicha nuqtai nazardan ko'rish imkoniyatidir. Sifatli ta'lim va yuqori turmush darajasiga ega bo'lish bilan birga o'qishdan so'ng ishlash imkoniyati ko'plab talabalarni o'ziga jalb qiladi. Talabalar uchun o'qishdan keyin ishlab qolish imkonini beruvchi eng yaxshi davlatlardan biri bu Avstraliya hisoblanadi. Avstraliya eng yaxshi universitetlarga ega va ajoyib plyajlari, go'zal yovvoyi tabiati va o'simliklar dunyosi bilan mashhurdir. 2025-yilgi eng yaxshi talabalar shaharlari reytingida Melburn 5 va Sidney 6-o'rinlarni egallagan. Vaqtinchalik bitiruvchi vizasi orqali xalqaro talabalar quyidagi imkoniyatlarga ega bo'lishlari mumkin. Kasbiy ta'limdan keyingi ish oqimi. Avstraliyaga kerak bo'lgan muayyan kasblarga mos keladigan Avstraliya malakasini olgan talabalar uchun 18 oygacha. Oliy ta'limdan keyingi ish oqimi. Avstraliya oliygohdan diplom olgan talabalar uchun 2-3 yilgacha ishlab qolish mumkin. Keyingi o'rinda Buyuk Britaniya sifatli ta'limi bilan mashhurdir. Bitiruvchi vizasi orqali o'qishni muvaffaqiyatli tugatgan talabalar 2 yilgacha mamlakatda qolishlari mumkin. Ushbu vizani uzaytirish imkoni yo'q, ammo malakali ishchi vizasiga o'tish mumkin. Yangi Zelandiya ajoyib manzaralari va 2025-yilgi World University Rankings reytingida eng yaxshi 200 talikka kirgan 5 ta universiteti bilan mashhurdir. O'qishdan keyin ishlash vizasi malakangizga qarab 1 yildan 3 yilgacha istalgan ish beruvchida ishlash imkonini beradi. Kamida 30 hafta to'liq vaqtda o'qigan 7-darajali diplomga ega bo'lsangiz, mamlakatda istalgan ish beruvchida deyarli har qanday ishda ishlashingiz mumkin. Irlandiya Google, Facebook kabi mingdan ortiq yetakchi transmilliy kompaniyalarning Yevropa markazidir. 3-darajali bitiruvchilar dasturi orqali Irlandiya tomonidan tan olingan ta'lim oliygohida diplom olganingizdan so'ng ish qidirish uchun 12 oy davomida mamlakatda qolishingiz mumkin. AQSh bu imkoniyatlar mamlakatidir. F1 vizasi orqali kamida 1 yil davomida AQShda tahsil olayotgan xalqaro talabalar ixtiyoriy ravishda amaliy mashg'ulotlar uchun ariza berishlari mumkin. Standart OPT sizga 12 oy ishlash imkoniyatini bersa, Stamp OPT esa bu muddatni 24 oygacha uzaytiradi. HB1 vizasi orqali esa 6 yilgacha ishlash mumkin. Sifatli ta'lim va yuqori turmush darajasi Kanadaga talabalarni jalb qiluvchi asosiy omil hisoblanadi. Belgilangan ta'lim oliygohida o'qishni tugatgan bo'lsangiz, o'qishdan keyin ishlash ruxsatnomasini olishingiz mumkin. PGVP o'qish dasturining davomiyligiga qarab 8 oydan 3 yilgacha bo'lishi mumkin. Germaniyada esa Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lmagan davlatlardan kelgan bitiruvchilar diplom olganidan so'ng 18 oygacha bo'lgan muddatda yashash ruxsatnomalarini uzaytirib mamlakatda ishlashlari mumkin. Finlandiya bu dunyodagi eng baxtli mamlakatlardan biri bo'lib, yuqori sifatli ta'lim va turmush darajasini taklif etadi. Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lmagan talabalar diplom olgandan keyin 1 yilgacha bo'lgan muddatga yashash ruxsatnomasini uzaytirishlari mumkin. Malayziya hukumati xalqaro talabalarga o'qishni tugatgandan so'ng 1 yilgacha qolish imkonini beruvchi bitiruvchi ruxsatnomasini joriy qildi. Bu ijtimoiy tashrif ruxsatnomasi bo'lib, sizga ruxsat etilgan ish sohalarida ishlash imkonini beradi. Siz bilan birga qaramog'ingizdagi shaxsni ham olib kelishingiz mumkin. Ushbu 10 ta davlat xalqaro talabalarga o'qishdan keyin ishlash imkoniyatini beradi. Bu esa ularga yangi madaniyatda tajriba orttirish, yangi ko'nikmalarga ega bo'lish va global miqyosda martaba qurish imkoniyatini beradi. Har bir davlatning o'ziga xos talablari va imkoniyatlari mavjud. Shuning uchun talabalar o'zlarining maqsadlariga mos keladigan variantni tanlashdan oldin har bir davlatning talablarini diqqat bilan o'rganishlari lozim. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring.